Assalomu alaykum va nihoyat negir tortini o'xshab chiqadigan retseptini topdim. Oldin 2 marta qilib ko'rganimda o'xshamagandi. Taslim bo'lmadim va yana boshqa retsept bo'yicha qilib ko'rdim, o'xshadi. Tuxumga tuz solib, yaxshilab oqarguncha mikserda ko'pirtirib olamiz. Keyin sodani oksusda o'ldirib, qatiqqa solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin tuxumli massaga qo'shib, yana mikserda yaxshilab aralashtirib olamiz. Kakao va rezervitili elakdan o'tkazib qo'shib, uni ham 3 qismga bo'lib, elakdan o'tkazib qo'shib, mikserda ohista aralashtirib olamiz. Yurakchani qizartirib obuna bo'lishni unutmang. Hali ko'p kam xarj va barakali retseptlar bilan bo'lishaman. Keyin yog'i qo'shib, yana mikserda ohista aralashtirib olamiz. Xamirni teng 3 bo'lakka bo'lib olib, pergament solingan idda 170 gradusda pishirib olamiz. Xamirlarimiz tez pishadi. Pishganini cho'p bilan tekshirib olamiz. Uchta go'sht pishgach, krem tayyorlaymiz. Men go'shyonkali krem tayyorladim. Xona haroratida erigan saryoni yaxshilab mikserlab olamiz. Keyin go'shyonkani 2 ga bo'lib qo'shib, yaxshilab mikserlab olamiz. Men 2 xil go'shonkadan foydalandim. Go'shtlarning chetini kesib olib, yaxshilab maydalab olamiz. Go'shtlarning o'ziga esa birin-ketin kremlarni videoda ko'rsatilgandek surib, atroflariga ham kremlarni surib, ustiga va yonlariga maydalangan urvoqlarni yaxshilab sepib olamiz. To'rt selofan bilan o'rab 5-6 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Yoqimli ishtaha tilab, dasturxonga tortamiz.